Ha olibdi. Dam olish kunida qayerga ketyapsan? Sinfdoshlarimiz bilan bugun sumalayimiz bor edi. Uni pul bering menga aka. Fikri hayolingiz sizni pul ekanda. Onasi, Xo'labi. pul olib chiqib ber. Erkatoyda bugun o'tirishi bor ekan. Rahmat akam, pulingiz ko'p bo'lsin. Hech bo'lsa bo'ldi-da aka. Faqat ukangizni erkalatasizlar ekanda. Necha kundan beri meni ham hurra yegim kelyapti. Jo'rama bo'pti, bugun to'g'ri olib kelib beraman. Xo'p. Ha, ertalabda baqir-chaqir qilyapsizlar. To'y bola qayerga ketdilar yugurib o'qursan? Ha, o'rtoqlari bilan sumalya qilyapti ekan, o'shanga pul berib yubordim. Ye, sendan ham pul oldimi? Mendan ham 2 barobar pul oldi-yu. Mayli, o'g'il bilan cho'ntakda pul turgani yaxshi. O'rtoqlarning yonida uyalib qolmasin. Necha qolib ketding? Pul olib keldingmi ish qilib? Ha, olib keldim, zo'rg'a pul topdim lekin. Ha, necha? Bugun seni zo'r akalar bilan tanishtiraman. Kimni boshlab kelding? Aka, sizga aytgan pul degalar shu. Ishonsa bo'lardi. Qani pul? Ber. Sen men seni tanimayman. Qalay ukam? Maza qildingmi? Endi bundan ham ko'proq pul to'lish kerak. Bundan ham qiziqlar. Qayerdan pul topaman? Telefonlaringni sotib yubordimmi? Atak dadamdan so'rasam, mendan ham elli. Aka, pul bering, maktabda remont qilinyapti ekan, bormasam bo'lmaydi. Menga qara, sen qachondan menga yolg'on gapiradigan bo'lib qolding. Kecha ham pul so'rading sumalakka deb. Hech qanaqa sumalak bo'lgani yo'q ekan-ku, kecha o'rtog'ing aytdi menga. Menga nima baqiryapsiz? Kerakadigan dadam bor. Nasim berma. Bu nima bunaqa o'zgarib qoldi-ekan? Men dadamga aytdim, mana shunga erkalatib o'ryapsiz dedim. Mana ahvol. Kamron, to'xta. Ha, nima deysan? Nimaga yo'q bo'lib ketding? Darsga ham kelmayapsan. Senga nima ishing bo'lmasin? Oldinda 200 ming puling bor, qarz berib tur menga. Sen umuman o'zgarib ketibsan, ahmoq. Salla, meni qayerdan ham tushunarding? Keling, singlim, nima qilsan? Uzr, siz Kamronda akasimisiz? Men Kamronda o'qituvchisiman. Ukangiz ancha o'zgarib qolgan. Darslarga ham kelmay qo'ydi. Eshitishim bo'yicha yomon bolalarga qo'shilib qolibdi. Shuni o'zingiz nazoratga oling degandim. Ukangizdan xavotirdaman. Rahmat sizga. Bugun kelishi bilan o'zim nazoratga olaman. Menga qara, uka qayerga yurganini bilasanmi? Diskoteka yuribdi. Qarasang bo'lmaydimi? Uka bu kelib ko'taradi, u qotib qopdi-yu. Nima o'zidan qat'iy nazar o'zing javob ber. Kimga nima qildilar endi? Dada, ukamdan kamam bo'lib qoldi. Tvar. Ukangni erkalatganim uchun endi tuhmat qilish yo'liga o'tdingmi? Kecha ukamga dori sotgan ballarni sho'vaganman. Ishonmasangiz yuring ko'rsataman, qamab qo'ydim. Agar gaplaring rost bo'lsa, men uni umrini qamoqda chirtaman. Ochchi. Jon aka, kechiring, boshqa qaytarilmaydi, Jon aka. Baro, endi bundan bag'iga qattig'idan qilib berasiz. Pulli biratishgan o'shaganman. Sen narsadan g'am yema. Ana shunaqangi pullarni o'rnashaver, ikkovimiz ham kam bo'lmaymiz. O'g'ling meni qamataman deb turadi. O'sha yerda ham birga bo'lamiz ekanda. Baron. Bu 5 kunlik hayotda ikki ko'zim hayratda